Dunyoni o'zgartirgan 5 ixtiro. 5. G'ildirak. Eng oddiy, ammo eng muhim ixtirolardan biri g'ildirakdir. U transport, qurilish va texnologiya sohalarida inqilob yaratdi hamda inson hayotini har bir jabhasida osonlashtirdi. 4. Penitsilin. Alexander Fleming tomonidan kashf etilgan penitsilin ilk antibiotik bo'lib, millionlab insonlarning hayotini saqlab qoldi. Bu ixtiro zamonaviy tibbiyotning poydevorini yaratdi. 3. Internet. Internet axborot almashinuvini tezlashtirdi va dunyoni kichikroq joyga aylantirdi. Endi biz dunyoning istalgan nuqtasidagi ma'lumotlarga atigi bir marta bosish orqali yetisha olamiz. 2. Telefon. Alexander Graham Bellning ixtirosi tufayli odamlar uzoq masofalardan o'zaro muloqot qila boshladi. 1. Elektr lampochkasi. Thomas Edisonning ixtirosi insoniyat tarixida yangi davrni boshlab berdi. Elektr yoritgichi uylarimizni, shaharlarimizni yoritdi va bizni kecha va kunduzdan mustaqil qildi.